Agar inson tanada qanaqadir bir holat bo'lsa, faqatgina afsuski bizda o'zbek mentaliteti, afsuski hamma emas, lekin 90% bemalol ayta olaman, reanimatsion holatda doktorga boradi. Bor ekan shunaqalar ham, biz ham xursand bo'lamiz bu narsadan. Chunki hozir juda ham bizani O'zbekiston aholisini saviyasi juda ham vrachlarga nisbatan ham, o'zini sog'lig'iga nisbatan ham oshib boryapti. Buni 100% deyishimiz mumkin. Chunki hamma o'zini sog'lig'iga hozir qayg'uradigan bo'lgan. O'ziga o'zi diagnoz qo'yib keladi. O'ziga o'zi diagnoz qo'yib keladi. Hamma o'zini diagnozini vrachlardan yaxshi biladi. Qo'rqitish kerak emas, nimadir deyishimiz kerakki, bularni biz uyg'otishimiz kerak. Nima desa bo'ladi, как vrach sifatida. Vrachlar nimaga kerak? O'zi agar qo'rquv shunchalik bo'lsa, Kasallik nimaga tuzalmayapti? kimdir to'xtatish kerak, remissiyaga kirgizish kerak. Uning uchun biz faqatgina ichki organ bilan ishlab to'xtatamiz buni. Assalomu alaykum, hurmatli auditoriya. Bugungi navbatdagi podkastimizga mehmon sifatida preventiv vrach, endokrinolog, kardiolog Nodira Anvarnani taklif qildik. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va men Fotima Iskandarova, psixoterapevt, psixosomatolog, hozirgi kunda ayollarning shaxsiy rivojlanishi bo'yicha ishlab kelayotgan va ularni ruhiyatidagi, o'tmishdagi holatlarni hozirgi holatiga to'g'rilab berishga yordam beradigan ekspertman. Va nima uchun aynan bugun Nodira Anvarnani taklif qildim? Bugungi gaplashadigan mavzuyimiz, yoritib beradigan sizlar uchun mavzu onadagi holat, onadagi kasallik bolaning hayotiga qanchalik ta'sir qilish haqida bugun gaplashmoqchimiz. Bugun gaplashadigan mavzuyimiz, bugun gaplashadigan og'riqlarimiz, sizlar o'ylaysizlarki, sizlarda kasalliklar bor, farzandingizda kasallik bor, o'zingizda kasallik bor. Bu oshqozon og'rig'i, bosh og'rig'i, migren haqida gaplashmaymiz. Konkretni siz tuzalmaydi mani bolam, men tuzalmayman. Bu kasallik bilan men vechni o'lib ketaman, vechni shunaqa yuraman. Tuzalib bo'lmaydigan kasallik bilan men hozirgi kunda kurashyapman deydigan holatlar bor. Aynan mana shu holatlarga yechimni bugun aynan Nodira bilan gaplashib o'tamiz. Xush kelibsiz. Rahmat, yo'q demaganingiz uchun. Endi o'zingizni qisqacha tanishtirib o'tib ketsangiz, chunki yengil. Sizni yo'nalishingiz oddiy vrach emas. Men uchun ham birinchi marta aytganingiz, men uchun ham yengil bo'ldi. Preventiv vrach. Preventiv vrach o'zi kim? Assalomu alaykum, rahmat taklifingiz uchun. Preventiv vrachlar, preventivная meditsina bu anti-age meditsina hisoblanadi. Profilaktika bilan shug'ullanish degani. Chunki biza ichki kasalliklarni har xil hamma hozirgi yuzaga kelib chiqayotgan kasalliklarni ichki sabablari bilan ko'proq ishlashimiz kerak bo'ladi. Asl sababi qayerda, qayerdan kelyapti bizaga? Bizani bezovta qaysi tarafdan bezovtalanishimizga olib kelayotgan sabablarini o'rganuvchi va oldini oluvchi meditsina hisoblanadi. Bu hozir juda ham yaxshi rivojlanib kelyapti. Bizani vrach kollegalarimiz o'zini ustida ishlashda davom etishayotganligi bu juda ham bizani yurtimizga, O'zbekistonni yana ham shakllantirishga, meditsinani rivojlantirishga katta talab, katta yutuqlar. Chunki biza kasalliklarni profilaktikasi bilan, asl sababi bilan shug'ullanib kelyapmiz. Endi mana bunaqa narsa bor, bizani auditoriya vrach deganda baribir qo'rqib ketishadi. Vrach deganda ularning ko'zini oldiga oq xalat keladi. Vrachchi bular qo'rqinchli, qo'rquv paydo bo'ladi. Ularda oddiy kasal bo'lsa ham vrachga borishga shunchaki qo'rqishadi. Mana poliklinikaga biz boramiz, hammamiz boramiz. Nima uchun poliklinikaga borishim kerak? Mana bizga aytishadi-yu, sizlarda ham aytasizlar, mana 6 oyda bitta doktor ko'rigidan o't, 1 yilda doktor ko'rigidan o't. Lekin nimagadir, nima uchundir bular borishmaydi. Nima bor sizlarda? Oddiy aholiga nima qilib tushuntirib bersa bo'ladi? Bular постоянно vrachga borishi uchun. Nima uchun men bu narsani savol beryapman? Chunki men ruhiyat bilan ishlayman. Men ruhiyat bilan ishlaganim bilan buni o'zi yetarli emasligini men уже sohaga kirib, ayollar bilan ishlab turib tushunib yetdim. Bizda tana bor. Tana va ruh har doim birga yuradi. Agar inson tanada qanaqadir bir holat bo'lsa, faqatgina afsuski bizda o'zbek mentaliteti, afsuski hamma emas, lekin 90% bemalol ayta olaman, reanimatsion holatda doktorga boradi. Agar 6 oyda bitta, 1 yilda bitta doktorga ko'rigidan o'tib tursa, balkim qaysidir ma'noda kasallikni oldini olish mumkin. Nima uchun bizda aholilar, insonlar umuman farqi yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, doktordan shunchalik qo'rqishadi. Bunga siz vrach sifatida nima deysiz?
Bu savolingizga men shunaqa javob beramanki, nimaga? Chunki biza vrachlarni ko'pincha har xil vrachlar hisoblanamiz. Har xil spesialistdagi vrachlar bor. Bizaga institut mahalidan o'qiyotgan mahalimizdan etika, deontologiya, bunaqa sohalar, psixologiya ko'proq bizada kurslar bo'lardi, paralar ko'proq yo'naltirilgan bo'lardi bu narsaga. Bu narsani biz ham tushunmaganmiz. Lekin bu narsa shunchalik kerakki, masalan sizga har bir bemor murojaat qilib kelganda uni har xil psixologik sizga hozir tegishli bo'lgan ruhiy holatidan kelib chiqib biz ularga yondashamiz. Kimdir keladi juda ham xafa, kimdir keladi xursand bo'lib, kimdir keladi prosta men sizni ko'rgani kelyapman, как profilaktika uchun deb. Bu juda ham katta plus. Bor ekan shunaqalar ham, biz ham xursand bo'lamiz bu narsadan. Chunki hozir juda ham bizani O'zbekiston aholisini saviyasi juda ham vrachlarga nisbatan ham, o'zini sog'lig'iga nisbatan ham oshib boryapti. Buni 100% deyishimiz mumkin. Chunki hamma o'zini sog'lig'iga hozir qayg'uradigan bo'lgan. To'g'ri, har xil spesialistlar yo'nalishlari ko'p bo'lganligi uchun biz o'z tomonidan ishlab chiqarilgan standartlar bo'yicha ishlab kelayotganimiz sababli biz ko'proq hozir preventivniy meditsinada sababini aniqlash maqsadida profilaktik ishlarni olib boramiz. Qo'rquv masalasiga keladigan bo'lsak, masalan, bizga kelganda, analizlarini ko'rganda, bizga yetib kelguncha уже patsientlar o'zini analiz qilib bo'ladi. Voy, men buni bunaqa chiqibdi, buni bunaqa chiqibdi, endi nima qilaman? Internetdan o'qib olishadi. Menda bunaqa ekan, menda bunaqa yomon kasal ekan, men unaqa ekanman degan o'zini tahlillari ko'p. Bunda ular уже panikaga tushib qoladi. O'ziga o'zi diagnoz qo'yib keladi. O'ziga o'zi diagnoz qo'yib keladi. Hamma o'zini diagnozini vrachlardan yaxshi biladi. Menda mamnaqa bor deb shikoyatlarini yozib olishadi, o'qib berishadi kelib. Bu narsalar ko'proq internet bilan ham bog'langan holatda o'zini qo'rquvini kuchaytirib yuborishadi. Yana ham bular strahga kirib ketib qolishyapti. Vrach biza, например, bularni ming qanaqa analizi chiqqanda ham to'g'ri yondashgan holatda qo'rqitmasdan, chunki bizadan chiqib ketgandan keyin agar biza analizinglar zo'r, yaxshi natijaga erishyapsiz desa, bo'ldi, уже chiqib analizlarini otib yuborishga ham to'g'ri keladi ular. Agar biz bularni ruhan ham tetiklantirib qo'ya olamiz-da. Boshqalar bor, yana analizimda bunaqa chiqibdi, unaqa deb o'zini tahlil qilib kelib, agar qaysidir vrach tomonidan analizingiz yomon, mamnaqa bo'ladi, bunaqa ketishda bu bo'lasiz, u bo'lasiz desa, bo'ldi. U yana ham bu strahga battar kirib ketadi. O'shaning uchun strah bor bo'ladi. Strah belova xalata degan o'zi bizda shunaqa terminimiz bor. O'shaning uchun bizdan ko'plar qo'rqishi ham mumkin. Lekin qo'rquvlarning hammasini chetga surib, biz hozir psixologicheskiy ham bularga yondashib, to'g'ri направление berib, parallelni kerak bo'lsa psixolog, psixosomatikadan bular o'zligiga qanaqadir konsultatsiyalar olishsa, juda ham o'zligi uchun ruhan ham, tetik ham, tana ham, miya ham yaxshi rivojlanadi, to'liq informatsiyaga ega bo'ladi. Qo'rquvlarni bemalol bartaraf qilish mumkin. Hattoki hozir esimga tushib ketdi, o'zim ham qo'rqaman. Qaysi ma'noda? Mana oq xalatdan qo'rqmayman. Hozir bildim nimadan qo'rqishimni. Doktorxonaning o'zini hidi bo'ladi, bilasizmi? Вот aura hididan qo'rqaman. Lekin oxirgi payt juda kam boraman vrachga, faqat shu check-uplar qildirib turaman. Lekin bizda shunaqa holatlar bo'ladi. Ayollar ham eng yomoni erkaklar bormaydi vrachga. Ular o'zini shart emasman vrachga borish, menga kerak emas. O'zini ana erkaklik dostoynstvasi bo'ladi-yu, erkakligiga ular minusga ishlaydi deb o'ylaydi. Men sog'lomman. Lekin men tajribada ham ko'ryapman, atrofimda yaqin insonlarni ham ko'ryapman, o'zim yaqinlarim 70 dan oshgan, shu paytgacha 60 yosh, 65 yoshgacha borishmagan vrachga. Mana hozir 70 dan oshdi, har kuni vrachda. Ularga bo'ldi, sog'lomsiz desa ham, ana aytaman, psixologik ketish mumkin, gestaltini yopish kerak deyman. Endi borasiz, endi nima foyda deyman. Bormang deymiz. O'zi kerak emas. Nimadir qilishga, qani qon topshirib ko'ring, qani uni bo'lib ko'ring, 65 yoshgacha qilinmagan. Endi ayollarda nima?
bizda har doim misol uchun shunaqa mijozlar keladi bizga auditoriya уже matkada miyomasi bor. Matkada miyoma borligini 6 oy oldin bilgan. 3 oy oldin bilgan. Lekin ungacha nima qilgan? Ko'krakda kista borligini. Уже kista o'sib bo'lgandan keyin ishi ularda nima narsa bor? Ayollarda sirazu o'sha joyda davolamaydi. Qo'rquv ko'tarilib ketadi, bo'ldi, orqaga chekinishadi. Hammada emas, 50% auditoriya xuddi shunaqa. O'tib ketadi, nimadir qilsam o'tib ketadi. Nima qilish kerak shularni deyman-da. Mana bizani maqsadimiz, mana siz как vrach xohlaysiz, butun bizani jamiyatdagi insonlar sog'lom bo'lishini xohlaymiz. Men ham xohlayman, lekin bularni uyg'otish kerak. Bizani vazifamiz siz tuzatasiz, biz uyg'otib ruhiyatini tuzatamiz. Qanaqa nima bersaki, bu auditoriya uyg'onishi kerak. Maqsad nimaga? O'zbekistonni rivojlanishiga qaysidir ma'noda biz hissa qo'shamiz. Shu orqali sog'lig'ini tiklasa, bu yoqda hayot kачестволariga, hayot sifatlariga bu ta'sir qiladi. Ruhiyatini davolasak, hayot sifatlariga ta'sir qiladi. Qarabsizki, O'zbekiston ham qaysidir miqyosda, qaysidir ma'noda yuqoriroq etapga chiqamiz. Biz ham urovingga ko'tarilamiz. Nima qilib uyg'otishni tavsiya qilasiz? Yoki men sizlarga qo'shimcha savol. Qanaqa nima qilsangiz sizlar uyg'onasizlar? Bularni nima qilib uyg'otsak bo'ladi? Bu qo'rqituv emas, bu qo'rqish emas. Qo'rqitish kerak emas. Nimadir deyishimiz kerakki, bularni biz uyg'otishimiz kerak. Nima desa bo'ladi, как vrach sifatida. Birinchi navbatda vrachlar nimaga kerak? O'zi agar qo'rquv shunchalik bo'lsa. Chunki o'zini o'zi lechit qiladiganlar ko'payib ketgan. Например, sizni preparatingiz menga to'g'ri kelmasligi mumkin, meni organizmimga. Yoki siz bitta ota-onadan tug'ilgan bolalarni, yoshi kattalarni, bunaqa murojaatlar chunki ko'p-da, qo'shnim icharkan, opam icharlar, akam icharlar shu preparatni, o'shaning uchun menga berdilar. Masalan, qon bosimini ko'tariladiganlarda bizni bilishimiz kerak, nima sababdan ko'tarilyapti, nima sababdan bu qo'rquv bo'ladi, nimaga vrachga murojaat qilmasdan turib bu o'sha preparatlarni so'ramas ichivyapti yoki bemalol aptekaga borib olib sotib olib farmatsevtlar tomonidan ham buni iching, uni iching deb vrachlarning preparatlari almashtirib beriladiganlar ham ko'p. Juda ham hozirgi kunda bu rivojlanib ham ketgan. Aptekani o'zida hal qilishadi. Aptekani o'zida almashtirib berishadi, lekin vrachga kelganda qo'rquv bo'lishi kerak emas, ishonch bo'lishi kerak. Birinchidan vrach to'g'ri tanlab borishsin, yoqtirgan vrachga borishsin. Men har doim aytaman, meni kuzatib ko'rganmisiz, men to'g'rimda ma'lumotlarga egamisiz, tayyormisiz meni lechenialarimni olishga deyman. Men sizni kuzatganman, men o'qib chiqdim Telegram kanalda, Instagramda, boshqa joyda, через kelayotgan patsientlar orqali, chunki masalan siz kelib meni retseptim sizga yoqqanmisa, siz обязательно yo singlingizni jo'natasiz, yo onangizlarni jo'natasiz yoki akangizlarni jo'natishingiz mumkin, yoki yaqin insonlaringizni. Kimdir vrachga muhtoj bo'lsa, bu narsada qo'rquvni yengib, iloji boricha bizni kelayotgan patsientlar bilan men xursand qilib chiqarib yuborishga harakat qilaman, chunki bizga og'ir energetikadagi odamlar keladi, murojaat qiladi. Vrachga hech kim sog' bo'lsa o'zi kelmaydi. Kam profilaktika uchun kelyapman deydiganlar kam. Biza hop u bilan baravar agar ruhiyatini yana ham tushirib, kasalligiga yana ham kirib ketsak bo'ldi. U shunaqa ekanman deb rostdan shu ahvolda ketadi, davom etadi. Shu kasalligida, shu yana rivojlantirishdi bularni keyin bizga ikkinchi, uchinchi kasallik bilan ko'p yana qaytib kelishi mumkin. O'shaning uchun men iloji boricha bunaqalarni qo'rqitmasdan chiroyli gapirib, kulishib, o'zini og'ir energetikasini mayli o'zimizda olib qolib, uni xursand qilib chiqarib yuborishga harakat qilaman. Kasallikni profilaktikasini topish maqsadida. Xo'p, bizda hozir shunaqa holatlar bo'lyapti. O'zim auditoriyamda, klientlarimda ham bor. Psixosomatika yangi trend, yangi mavzu. Bizani O'zbekiston bozoriga endi kirib keldi. Afsuski deb ayta olaman, kasallik bor. Endi psixosomatika degan tushuncha kirib kelgandan keyin bular butun kasalligini faqatgina psixolog bilan, psixoterapevt bilan, ya'ni men bilan hal qilmoqchi bo'ladi. Misol uchun, bugun gaplashib o'tadigan mavzularimiz duduqlanish, psoriaz haqida gaplashamiz, ras, allergiya, astma, NRS. Bugun 5 ta kasallik haqida yoritamiz. Bu auditoriya mana shunaqa kasallik bilan kurashayotgan ayollar. Men faqatgina ruhiyatimni davolasam yetarli deb o'ylaydi. Kasallik tanaga berib bo'lgan. Kasallik tanada bor, rezultat telada bor deyman. Vrach o'ta muhim.
vrach o'ta muhimligini men уже bilaman psixoterapevt sifatida. O'shaning uchun ham sizni taklif qildim. Bu auditoriyaga, umuman insonlarga psixologiya plus meditsinani qo'shish o'ta muhim. Bizda mana ayollarda, insonlarning kamchiligi, mana shu narsani yetkazib bermoqchiman. Ruhiyat o'ta muhim. Vaqtida ruhiyat davolanmagan, vaqtida ruhiyatlar o'sha biz aytamiz psixologiyada emotsiyalar yashab berilmagan, u yutilgan, qaysidir organlarda u yig'ilgan, nakopitsilniy effekt bo'lib, u bizga tanada kasallik ko'rinishi berilgan. Bular xohlashadiki, ruhiyatimni davolayman, o'sha emotsiyalarimni chiqaraman, agressiyamni chiqaraman, xafagarchilikni chiqaraman, qayerdadir kimnidir qo'yib yuboraman, hal qilaman. Kasallik nimaga tuzalmayapti? To'g'ri, shunaqa holatlar bo'ladi. Oddiy, mana oshqozon og'rig'i. U avtomatik tuzalib ketadi ruhiyati o'zida, agar u oshqozonda gastritlarga aylanib ketmagan bo'lsa deyman. Gemoroy yengil forma. Yengil formadagilar ruhiyati o'zida yetarli. Lekin bularga shunaqa tushuntirish kerakki, tanada o'sha rezultat turibdi. Parallel qilish o'ta muhim. O'shaning uchun shu ma'noda sizni bugun taklif qildim. Bugun endi ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi navbatda psoriaz kasalligi. Psoriaz kasalligi bu ruhiyatda bu o'zi tanada nima? Tanada bu qichishlar, раздражение. Demak, ruhiyatida o'ta kuchli раздражение bor. Раздражение degani bu asabiylashish. Qanaqadir ichida nimadir yoqmaydi, negativi ko'p. Bizda hammada bor. Sizda ham, menda ham, atrofda hammada bu emotsiya bor, his tuyg'u bor. Biz bu bilan yashaymiz. Lekin normadan oshib ketish degan narsa bor. Me'yordan oshib ketish bor. Uni ichiga yutish bor. Ichiga yuta olmaydi, yillar davomida kasallik o'zi misol uchun aytamiz, bugun o'sha emotsiya paydo bo'ldimi, yig'ildimi, me'yordan o'tib ketdimi, nechadir yil kerak tanada uni ko'rsatib berish uchun. Kimgadir 4 yil, kimgadir 7 yil, kimgadir 15 yil kerak bo'ladi. Chunki o'sha oddiy misol, luboy kasallik kecha va bugungi holatdan, kecha bugungi stressdan paydo bo'lmagan. Endi psoriazga kelishyapti. Biz ruhiyati bilan ishlaymiz. Asl ildiz qatdan boshlagan ishlab bir nechta terapiyada qilamiz. Endi menda kutishadi. Nima qilay? Bu yoqda mana parallelni sizga borish kerak, vrachga borish kerak umuman. Mana sizni yo'nalishingiz, mana preventiv vrach. Qanchalik mana ichaklar bilan ishlayman deysiz. Ichaklar bizda psixologiyada o'rgatishgan, o'qiyotgan paytimizda kishechnik, oshqozon va kishechnik ikkinchi mozg deb o'rgatishgan. Hamma narsa holatinglar, sizlarning organinglar oshqozon orqali butun miyaga beradi shu narsani. Oshqozon to'g'irlaydi deyiladi. Endi buni men aytganim как psixoterapevt umuman boshqa, yetkazib berish, как vrach sifatida siz umuman boshqa. Psoriazga qanaqa nima yo'llar berasiz? Sizni praktikangizda, tajribangizda psoriazdan mutlaqo tuzalib ketganlar bormi? Xo'p, preventivniy meditsinaga kirib kelganimda men psoriaz bo'yicha murojaatlar bo'ladi deb o'ylamaganman. Lekin preventivniy meditsinani bir nechta yo'nalishlari bor. Bular davom ham etyapti hozir ham, chunki podkurslari juda ham ko'p. Bizga yordam beruvchi kurslari juda ham ko'p. Men ular hammasida o'qiganman. Juda ham o'zimga keraklilarida o'qiganman, chunki o'zim ham bitta muammo bilan bunga kirib kelgan edim. Psoriaz kasalliklari bu autoimmunniy jarayon hisoblanadi. Autoimmunniy заболевание o'zi не лечится deb o'z tomonidan berilgan. Bu to'g'ri, standart bo'yicha, lekin standart davolashi bizani dermatologlarimiz to'g'ri qilishadi 100%. Lekin ichki organlar, ichki holat bilan birgalikda ishlanmaydi. Kishechniklar to'g'ri aytganingizdek vторой mozg hisoblanadi. Bizda bir nechta kishechnik turlari bor. Biz qisqa qilib buni kishechnik deymiz. Har xil kishechniklarimiz bor bizani ichki organimizda, bizani boshqaradigan. Stressga sezuvchanlik bitta kishechnikimiz bor. Har xil o'zimizning holatimizga, даже ko'zimizning nuriga qaysidir kishechnikimiz ta'sir qiladi. Ko'jalarimizga ta'sir qiladigan kishechniklar bor. Qachonki bizani faza detoksikatsiyamiz buzilganda, chunki bizda jigar, o't qopi, buyrak usti bezi bu organlar o'zi detoks vazifasini bajaradi.
xuddi tozalanish, xuddi uyni уборка qilgandek bizani ichki holatimizni, ichki kишечникimizni tozalash degani. Lekin biz ko'proq ustini silab ketishga o'rganib qolganmiz. Masalan, siz boshim og'riyapti, aptekadan kirib bosh og'riq dori ichib ola qoling, nimaga og'riyapti, qayerdan kelib og'riyapti, sababi qani buni, qachon boshlangan? Bu anamnez yig'ish shart. Bizga shularni o'rgatilgan. Anamnez yig'ishimiz shart bo'ladi bunda. Keyin psoriazni remissiyaga kirgizgan patsientlarim orasida juda ham ko'p. 2 oyda ham, 3 oyda ham, 4 oyda ham patsientlar remissiyaga agar to'liq etganimizni qilib, rekomendatsiyalarimizni 100% qilganda remissiyaga kiradi. Sizni bezovta qilib, chunki psoriaz bu butun sizga tanangizda hech qayerda tarlamaydi. Boshingizda ham, qo'lingizda ham, barmog'ingizda ham psoriaz o'zini bir necha xil turlari mavjud. Bular har sizni shilisheniya bo'lib, qipiqlanib, u qonab, har xil раздражение qilsa, bu уже sizni psixikangizga ta'sir qilaveradi. Psoriaz bilan уже kelyaptimi yoki ikkinchi vitiligo bilan kelyaptimi bizaga, yana autoimmunniy tiroidit bor, shitavitkani kasalliklari bor. Bular bilan kelyaptimi, bular уже подавленный insonlar hisoblanadi. Yosh bolalar orasida ham ko'payib ketgan. 2 yoshli patsientim bor, psoriaz. 2 yoshli patsient bor, vitiligo. Bu yosh tanlab o'tirmaydi. Hozirgi kunda tim bo'li ko'payib ketyapti, kuchayib. Zo'rayib. Bular ham qayerdadir anamnez yig'ayotganimizda qo'rquv, genda borda bir xil o'zini uspakoyit qiladi. Xo'p, bu genni ham sal to'xtatish kerak-ku, hammada kutmaysiz-ku, ukangizda, akangizda, ota-bobolaringizda kimlardadir bo'lgan bo'lsa, bu kimdir to'xtatish kerak buni. Kimdir to'xtatish kerak, remissiyaga kirgizish kerak. Uning uchun biz faqatgina ichki organ bilan ishlab to'xtatamiz buni. Yordam beramiz to'xtatishga. Hammasi Allohdan, lekin preparatlarda beriladi, ichki organlarning holatini ko'rib chiqib. Hammasi, chunki bizda yangi protokollar bor. Ichki holatlar bilan to'g'ri ishlash, ichki organlarni to'g'ri o'zini detoks vazifasini bajarish. Bekorga men psixosomatikaga kirib kelmadim, chunki patsientlarga parallelni yordam berish maqsadida. Mana bunaqa narsa borda. Men e'tibor beryapman, kasallik mana o'zim ham psoriazlar bilan ishlayman, har xil turdagi kasalliklar bilan ishlaganda vrachga mana sizga jo'natganda, boshqa vrachlarga jo'natganimda, oho, bular juda ko'p uzoq vaqt davolar ekan. 3 oy, 4 oy, 5 oy. Ularda endi shu joyda tanlov bo'ladi-da. Ular hamma bir kunda bitta kursda xohlashadi. Shunaqa kasalliklar bor, mana yillar davomida davolanadigan. Meni amaliyotimda ham, o'zimda ham bor psoriazdan, shilisheniyadan mutlaqo qutulgan, faqatgina dog'lari bor. Hozir dog'larning ustida ishlashyapti. Vitiligodan ham ko'rganman, lekin bu degani men hozir boraman, doktorlar hozir men bilaman podkastdan keyin nima bo'ladi, bularda ishonch uyg'onib ketadi. Bo'ldi, tuzatib beradi. Avvalambor biz Allohdan, biz faqatgina sababini qilamiz. Agarda bular o'zi birinchidan bu kasallikni, o'sha vitiligo deyiladi, psoriazni o'zi ko'rishi bilan o'zi ularda paydo bo'ladi. Bolasida yoki o'zida bo'lganda bular o'zi ruhiyatidan kelib chiqib holatda bo'ladi bu narsa. Ruhiyatidan kelib chiqib holatda u yana ham samatsenkasiga tushib ketadi. Ruhiyati yana ham tushkunlikka tushiradi. Bizning maqsadimiz nima? Mana psixoterapevt maqsadimiz uni shu kasallikni birinchi navbatda tuzatgandan keyin, vrachlar orqali ruhiyatini tuzatgandan keyin qolgan осложнение bo'ladi baribir. Agar dog' qolishi mumkin, vitiligo ketmasligi mumkin. Lekin uni samatsenkasiga, hayotini kачествосiga, sifatiga ta'sir qilmasligi mumkin. Chunki bu kasallik bilan yashayotgan, bu kasallik bilan kurashayotgan insonlar hayotida rang ko'rmaydi. Hayotida atrofni ko'rmaydi. Hayotda maqsad bo'lmaydi, hayotida faqat mana shu kasallik bilan ovora bo'ladi. Maqsadimiz mana shu kasallikni bo'layotganda vrach bilan davolab, sababini qilib, ruhiyat bilan ishlab, boricha qabul qilish. Hattoki mana o'zingiz bilasiz, birga o'qiganimizda ustozimiz o'zi ham shu kasallik bilan kurashadi. Lekin bu kasallik unga hayotida yashashiga, turmush tarziga, sifatiga ta'sir qilmayapti. Menda ikkita holat bo'lgan, vitiligo bilan. Aynan vitiligo bilan kelganlarida imенно shuni ruhiyati bilan ishlaganmiz.
vitiligon kasalligini. Ikkinchi kasallik kelganda qo'llarida vitiligo bor edi masjidgacha. Men bu haqida ko'p gapiraman. Umuman vitiligo haqida gapirmaganlar menga. Absolyutno. Umuman boshqa mana er-xotin o'rtadagi munosabatlar bo'yicha konsultatsiyaga kelganlar. O'shanda ketayotganlarda so'raganman. Vitiligo qanchalik sizni hayotingizga ta'sir qiladi yoki qanaqa bu, nimaga bu haqida gapirmadingiz? Siz uchun bu muammo emasmi? Desam, yo'q deyapti. U vitiligo bilan tug'ilgan, u qiz, kichkina qiz, chaqaloq va uni adasi shunchalik yaxshi ko'rganki, qo'llarini o'pib katta qilgan. Prinsessadek katta qilgan. Katta ehtimol bilan deyman, o'sha joyda qotgan vitiligo. Bolaga, o'sha ayol kishi edi, umuman hayoti, turmush tarziga ta'sir qilmaydi. Normada o'tiribdi. Uni men ko'ryapman, unga ko'rinmayapti. Maqsad bu bizani mana bilimlarni berishdan ham bizani hayotdagi vazifamiz bu kasallik agar o'tib ketmasa, shu kasallik bilan birga yashash. Chunki bu degani bular insonlar qo'rqadiki, kasallikni o'limga tenglashtirib qo'yishadi. O'zligiga bir pechat olishadi, nima deydi, tamg'a qo'yib olishadi. Hammani o'zini tamg'alari bor. Kim qanaqa qaraydi bu kasalligiga. Eng qizig'i uni kasalligi bilan men bir narsani tushundim, hech kim ishi yo'q. Faqatgina o'zi kurashadi. Keyingi masalani ko'tarmoqchiman. Onani holati farzandiga qanchalik ta'sir qilishi. Bitta mijozimiz bo'lgan, psoriaz. Bola sog'lom tug'ilgan. Mutlaqo sog'lom. 2,5 yoshidan keyin bolada psoriaz dog'lari boshlangan. Bolani hech qaysi bir ona bir o'ta ko'la bo'lmaydi, pitaniyani etadigan bo'lsa, ortiqcha narsa bermaydi. Nima uchun bolada psoriaz? Hech kim tushunmaydi, vrachlar tushunmaydi. Vrachlar yillar davomida faqatgina bolani kasalligi bilan, psoriazi bilan davolashgan. Gormonlar surishgan, gastroenterologlarga olib borishgan, to'g'ri qaysidir bir ma'noda pitaniyasini ham qilishgan. Lekin kasallik tuzalmayapti. Keyin men onasi bilan gaplashganimda, onasini agressiyasini ko'rsangiz endi. Shu darajada agressiya kuchliki, lekin onani ko'rganingizda o'ta kuchli, business lady, hech kim uni problemasi bor demaydi, vechna kulib yuradi, davolna. Lekin ichki holatiga tushsangiz, agressiya o'ta kuchli eng yaqinlariga. Men nechta psoriazlar bilan ishlagan bo'lsam, o'zi inson begonadan xafa bo'lmaydi. Yaqinlaridan, kutgan insonlardan men bunaqa muhit xohlamagandim. Men bunaqa muhit kutmagandim. Mana bu. Qaynsinglimni o'ta yomon ko'raman. Qaynagachimni o'ta yomon ko'raman. Chidolmayman. Men ular bilan bitta uyda yashayman. O'ldirib qo'ygim keladi deydi. Qaynatamni o'ldirib qo'ygim keladi. Qaynani hammasini o'ldirib qo'ygim keladi. Buni teli nima qilib ko'rsatsa, o'zi kuchli-ku, o'ziga kasal bo'lishga ruxsat bermaydi u ayol. Bu har doim bola bilan ona bitta energiya polida bo'lgani uchun qaysi farzand bilan bog'langan bo'lsa, u kichkina farzand edi, o'ta yaxshi ko'rardi. Aynan shu oila menga tegmasin deb, menga hayotimga xalaqit bermasin deb o'sha bolani tug'gan. Maqsad ham shu bo'lgan. Agressiya kuchli. Yana bir narsa, buni nima qiladi teli? Buni nima qiladi bola? Psoriaz bilan ko'rsatib bering. Yana bittada guvullab toshib ketganda, bilasizda psoriaz, bilasizda, nima, конечно, siz bilasiz, auditoriya aytadi, boshida psoriaz bo'lmagan edi. Toshmalar toshgan, uni allergiya deb yurgan, atopический dermatit deb yurgan dedi. Keyin o'sha oxirgi diagnoz psoriaz. Hozir gormonlar ham foyda bermayapti. Nima qilaman? Men nima qildim? Faqatgina onasi bilan ishladim. Bolaga umuman tegmadim. Bir martagina bola bilan gaplashganimda bildimki, bolada psoriaz san uchun nima deb gaplashyapman. Har bitta kasallikni miyada programmalar orqali eslab qoladi. Psoriaz san uchun nima deganimda, men uchun zapret degan. Men onadan so'raman, zapret nima degani san uchun? Nima zapret desam, menga qaynanam, qaynatam, qaynagachlarim hayotimga aralashib, qaynsinglim aralashib, atrofda hamma hayotimga aralashib menga zapret qo'yib tashashgan. Men uydan chiqa olmayman dedi. Mashinam bor, uyim bor, joyim bor, brilliantim bor. Menga uyga chiqishga yo'q, men zapretda o'tiraman dedi. Mana sizga rezultat deyman. Bunga nima deysiz? Bu psoriaz, bittagina psoriazni bitta insonni hayoti ko'rinishda. Lekin bu degani bu hammada bir xil ishlaydi degani emas. Chunki ular hozir olishadi, o'zidan shu narsani qidiradi. Har bitta kasallikni aynan ruhiyatdagi sababi o'ziniki individualni bo'ladi. O'zingizlardan qidirmanglar demoqchiman. Sizlarniki alohida bo'lishi mumkin. Bundan to'g'ri hozir auditoriyaga ham to'g'ri yetkazib berish kerak buni, chunki bizda har xil tushunchalar ko'p. Psoriaz bo'yicha ham to'g'ri bu qo'rquvlar, o'zini ichki xotirjammasliklari hozir aytganingizdek, chunki bunaqa murojaatlar ko'p kelayotgan shu autoimmunniy jarayonlar bilan birga.
Mana shundan keyin qo'rquvdi shunaqa boshlanib ketdi. Manda bunaqa bo'lgan edi, bunda bunaqa bo'lib qoldi. Не то что psoriaz bilan bu, vitiligo bilan ham shunaqa. Yoki juda ham ota-ona qo'rquvini kuchaytirib yuboradi. Bola buni sezmasligi ham mumkin agar bolalarda biz hozir oladigan bo'lsak, lekin onalar shunchalik ruhan tushib ketib qoladi, tan olgisi kelmaydi. Telani, tanani tan olgisi kelmaydi. Agar sizga bu unaqa kasalliklar kelgan bo'lsa, o'sha yopishgan bo'lsa, siz bundan qo'rqishingiz kerak emas, nabarot o'zingizni ruhan tayyorlashingiz kerak hisoblanadi. To'g'ri murojaat qilishsin, psixosomatika bo'yicha psixologlarga, psixoterapevtga murojaat qilib, yechimini tezroq topish kerak. Buni avjiga oldirmasdan bu kasalliklarni, chunki bu butun tanaga tarqaladigan kasalliklar hisoblanadi. Kelishadi psoriaz, vitiligo bilan birga. Autoimmunniy tiroidit bilan birga. Poliartritlar bilan birga qo'l oyoqlari qiyshaydi. 3-4tasini o'zida bitta insonda 3-4ta autoimmunniy kasalliklar bilan ham bor keladiganlar yo'q emas. Rasseyniy skleroz bor, oyog'i sudralib qoluvchilar. Xo'p, nimadan bor? O'sha shtavitkam yaxshi ishlamasdi. Bunga e'tibor berilmagan. Ketidan bunga psoriaz, ketidan bunga vitiligo bo'lib chaqirib kelayotganlar ko'p. O'shaning uchun siz bitta autoimmunniy protsessi, ikkinchi, uchinchilarini ham qo'shib olmasligingiz uchun qabul qiling. Qabul qiling, yechimini topib ko'ring. Alloh hamma narsani yechimini bilan berib qo'ygan. Hatto bizni remissiyaga kirgizib qo'yishimiz kerak. Remissiyaga kirg'izish bu sizlarni kasalliklarni jim qilish, sizga yordam berish, buni tarqalishini to'xtatish. O'shanda ruhan insonlar o'sishi ham, o'zini tan olishi ham, o'zi bilan shug'ullanishi ham tezroq, kuchliroq, yana ham effektivniyroq bo'ladi. Bular insonlarni e'tibor berib kuzatib tursam, kasallik paydo bo'lgandan keyin uni davolashdan ham ko'ra, izlanishdan ko'ra ularga tushkunlikka tushish выгодныйroq deyman-da, osonroq. Tushkunlikka tushib, kimnidir ayblash osonroq. Men har doim aytaman, kasal bo'ldingmi deyman. Men bilan ishlayotgan ayollar juda ham yaxshi bilishadi. Men betim kasal deb men har doim so'rayman, kasalliklar ro'yxatini yozsam, zo'rg'a ichadi, unaqa tushkunlikka tushib, asankasini tushirib, men bitta sразу beradigan javobim zo'r-ku deyman. Senga tana mana shu ko'rinishda baqirib, qichqirib, kasallik ko'rishda gapirmasa, sen hali ko'p yurasan deyman. Sen xursand bo'lgin, tanadagi kasallik senda bor. Bolangga hali o'tmabdi. Demak, sen ruxsat beryapsan tanani kasal bo'lishiga. Demak, ruhiyat chatoq. Voy, men nima qildim? Voy, qayerdadir me'yor o'tib ketgan, demak. Qayerdadir sen umuman gapira olmading. Nimani aynan hissiyotlaringni bizda ruxsat berishmaydi gapirishga. Yana o'sha bitta gapirishga ruxsat berishmaydi. Mayli gapirma. O'zligiga, hissiyotlarni o'ziga yashashga ruxsat bermaydi. Hattoki men aytaman, sen o'zingga kasal bo'lishga ruxsat bermading. Bolada nima ayb? Bola kasal bo'ladi sen o'rningga. Men bunga bitta misol aytaman, har doim buni qayta-qayta aytaman va buni aytishdan charchamayman. O'g'lim astmatik tug'ilgan. Bolam tug'ilganda silli allergiya bilan biz uni qulupnayga yoyganmiz. Chunki qulupnay sezonda tug'ganman. Qulupnay yegan paytlarim bo'lgan. Nima yedingiz degan vrach. Qulupnay yedim. Buni qulupnay hamma yeydi menimcha. Lekin nimagadir meni bolam allergiya bilan tug'ilganda, boshqalarning bolasi allergiya bilan tug'ilmagan. Hozir analiz qiladigan bo'lsak, keyin прививка olgan paytda bolam bo'g'ilib qoldi, отек kvinki. Bola hali chaqaloq, 7 kunlikmi, 10 kunlikda прививка olgan. Bo'ldi, o'sha kundan boshlab menda прививкаlar bo'lmagan. Bolamga diagnoz qo'yilgan astmatik. Постоянно gormonda 5 yoshgacha gidrokortizonda o'tirardi, apparatlari bo'lardi. Konkretno uchotda astmatik eng og'ir turdagi. Hattoki uyga yangi mebel ham, не то что yangi mebel, yangi narsa olib kira olmasdi. Uni hidini men sezmayman, lekin bolam his qiladi uni. Men o'zimni tan olaman, o'sha paytda juda ham kuchli ko'rsatishga harakat qilganman. Menda hammasi yaxshi degan maskam o'ta qalin bo'lgan. Buni eng yaxshi ko'rgan, o'sha yaxshi ko'rgan demay, o'zi bitta bolam bo'lgan u paytda. Bolam bilan energiyamiz bitta bo'lgan. Po'lam bitta bo'lgan. Va buni faqatgina bola ko'rsatgan deyman. Men o'zimni holatimni o'zimga qaytarib olganimdan keyin, o'zimni ustimda ishlashim bilan bola shunday to'xtagan. Menga где-то 8-9 yoshgacha
telefon qilishardi poliklinikada uchetga turgan joylarimizda bolangiz yaxshimi, bolangiz yaxshimi, uchetdan chiqaring desam ham chiqarishmasdi. Chunki biz постоянно еще часто болеющий. Bir yilda 20 marta biz isitmalardik. Bu narsani tushunmasdi. Men tushunmasdim. Просто bolaning immuniteti past. Bola emib turibdi, bola здоровый. 1 yoshga juda baquvvat bola bo'lgan, yaxshi ovqat yegan, lekin kasal. Nima uchun kasal? Chunki ona yaxshi bo'lmagan. Meni holatim yaxshi bo'lmagan. Men nima demoqchiman? Onalar o'zingizlarning ustingizda ishlasanglar, bolalar hech qachon kasal bo'lmaydi. Oldin kimdir menga mana shu narsani aytsa, ishonmasdim. Men spesialni yangi uy qilganimizda shkaf yasattirgan edim, esimda bor. Har bitta polkasida immunitet ko'taradigan dori, qon ko'paytiradigan dori, oshqozonga dori, yana nimadirga dori, nimadir. Yo'q dorining o'zi yo'q, самый крутой, самый трендовый antibiotiklar meni uyimda edi. Самый трендовый immunitet oshiradigan dorilar meni uyimda edi. Lekin nimagadir bittasi ham yordam bermagan. Men bor yo'q ichki holatni to'g'irladim. O'sha paytda o'zimizdan pediatrimiz bo'lardi, hindistonlik, o'shalar bilan ishladim. Hozir ular ham yo'qlar. Man hozir anchadan beri bolalarim doktorga olib bormayman, faqatgina ularga check-up qildiraman. Check-upda mana gijasiga boramiz, profilaktikaga, immunitetiga qanaqadir qishda, kuzda, bahorda vitaminlarni beraman. Xudoga shukr, men o'zim bir xil payt aytaman, hayron qolaman. Nahotki meni o'g'lim asmadan chiqqan. O'g'lim o'zi ham aytadi, "Oyi, esizdami, shashling tutunigan bo'g'ilib qolardimi, skoriy kelardi" deyapti. Qanchalik sizni holatingiz bolangizga ta'sir qilayotgani. Buni yana bitta misolda aytishim mumkin. Keyingi kasallik ras. Ras bilan ham menimcha ishlaysiz. Endi ras bu отставание, to'g'rimi? Отставание yoshiga nisbatan orqada qolish. Buni tuzalishiga ko'pchilik ishonmaydi. Men ham bu sohaga kelgunimcha, tajribada ko'rmagunimcha, men ham как psixolog o'sha paytda ishonmasdim. Lekin tajribamda bor, rasdan men hozir bemalol aytaman, Alloh izni bilan deyman, 100% chiqib ketadigan, даже bu kasallik ham demayman. Demak, sanda внутреннее состояние срочно to'g'ri vrach bilan birga. Albatta, o'sha bolaga logoped kerak bo'ladi, vrachlar kerak bo'ladi. Siz qanaqa yordam berasiz? Rassiz sizni kishechnik orqali davolashga nima aloqasi bor? Bu savolingizga to'g'ri, diagnozli bolalar hozir ko'payib ketgan, juda ham autistlar ko'p. Oldin juda ham kam uchratardik biz, bitta ikkita bo'lardi. Hozir, именно hozirgi paytda tug'iladigan bolalarning orasida ras, ZPR, ZRR, yana autistlar juda ham ko'p desa ham bo'ladi. Chunki hozirgi yosh kelinlar ham, onalar ham yoki 3-4 farzandini rejalashtirayotganlar ham qo'rqib qolishgan. Strah bor ota-onada. Nimaga? Birinchi o'rinda biza o'zimizni homiladorlikka ayollar tayyorlansin. Ayollar ham, erkaklar ham tayyorlansin. Har taraflama. Har taraflama. Bitta erkak bo'lganlar, ayollari bular 8 yillik уже nikohda yashab yurib, endi ko'pincha ayollarga bog'liq-ku, homilador bo'lish, tug'ish, ko'pincha ayollar o'zini ayblaydi bunga. Lekin biz erkak odamni analiz qilib ko'rganimizda, polniy check-up qilganimizda, men bir nechta check-up turlarim bor. To'g'ri, insonlar qo'rqib ketishi mumkin. Voy, 10-15 million, lekin siz biz uchun analiz topshirmaysiz. O'zingiz uchun analiz topshirasiz. Men 10-15 millionga o'zim uchun topshiraman. Siz o'zingiz uchun. Uning ichida 5 millionli, uning ichida 2 millionli bor. Bu faqatgina holatingizga qarab, hammaga biz 10-15 millionli analiz bermaymiz. Uni to'g'ri qabul qilish kerak. Beriladigan preparat ham sizni o'zingizdan kelib chiqqan holatingizda, siz shikoyatingizga qarab beriladi. Moslab. Siz yillar davomida kasallik yig'ib kelasiz, biz qanaqa sizga antikvar qanaqadir preparatimiz yo'q, hech qaysi vrachda yo'q bunaqa preparat. Hamma joyingizni tuzatib yuboradigan, to'g'irlab yuboradigan. Hozirgi shu diagnozli bolalarga keladigan bo'lsak, to'g'ri, kishechnik biz qayta aytishimiz kerak, vторой mozgligini, chunki har bir holatimiz bizani shu miyamizga bog'liq bo'lib kelayotganligini. Nimaga? Chunki har xil yeydigan narsani turlari ko'payib ketgan hozir. Hozir pulingiz bo'lsa, qishda ham qulupni olib bemalol yedik. Pomidor, bodringlarni ham bemalol olib yeysiz. Молочный produktlarni etmasa ham bo'ladi. Plasmas idishlarda ishlab chiqaruvchilar tomonidan ham birinchi o'rinda, oldin faqat bonkalarda bo'lgan, shisha bonkalarda uylarda tayyorlab berishgan.
o'zini sigiridan, o'zini qanaqa boqishini biladi, po'chola yeb, har xil narsalar emas. Biza shu narsalarni bilmaymiz. Biza ko'proq etiketkasi uchun sotib olamiz. Chiroyli bizani привлекать qilgani uchun ko'proq sotib olamiz. Biza o'zi ko'pincha har bir narsada marketing qurbonlarimiz. Da. Har bir ishda. O'shaning uchun bunaqa diagnozli bolalar umuman laktozani ko'tara olmaydi. Laktoza bu ko'pincha sut mahsulotlari. Demak, ularning oshqozonida ferment yo'q. Sut hazm qiladigan shunaqa. Shunaqa. Keyin aytishadi ota-onalar, biz laktozni sutdan qilib bersamchi, yo'q, ishlab chiqaruvchida, ishlab chiqarilgandan keyin u disaxaroza bizani baribir kisheshnikimizda u o'zidan chiqayotgan laktoza shirani saqlab qoladi. O'shaning uchun men o'simlik sutlarini ham atmin qilib turing. Masalan, kelishadi. Har kuni tvorog yeydi, qaymoq yeydi, bola ras, bola autist, ZPR gapirmayapti. O'sha hamma nevrologlarga borib ko'rdim. Hamma fizioterapiyalarni oldim. To'g'ri, olish kerak. To'g'ri lechit qilishyapti bular standart bo'yicha, lekin sizga dieta to'g'risida, pitaniya to'g'risida, uyqu to'g'risida gapirilmaydigan gadjetlarda har xil imo ishorali multiklar nimadirlar hozir ko'payib ketgan, shular to'g'risida gapirildimi desak, savol berganimda ko'pincha yo'q degan javob eshitaman. Pitaniyaga. Chunki ko'p bolalar shirinliklarni yaxshi ko'radi. Giperaktiv bolalar ham bu yaxshi gapiryapti, yaxshi o'zlashtiradi, lekin juda ham giperaktiv, qaysar, uxlagisi kelmaydi, kechqurun soat 1 da uxlaydi, 2 da uxlaydi, 3 da uxlaydigan bolalar ham bor. Siz shirinlikni ratsiondan olishingiz bilan o'zingiz kuzatib ko'rishingiz mumkin. Natijani bizadan kutmaysiz, o'zingizdan kutasiz, atrofdagilardan. Bu bolalarda ham xuddi shunaqa. Shakar, gluten, laktozani butunlay olib tashlashi shart. Bu o'zini yoshiga yetib olishi uchun. Buni tili normada chiqishi uchun. Bu narsa juda ham kerak. Siz aytayotgan har xil astmatik bolalar ham, laringit bolalar ham, adenoidlar ko'payib ketgan, xronический tanzilit bilan ko'payib ketgan bolalar, adenoidini oldirdik deydi, lekin yana o'sib chiqdi, yana boramizmi operatsiyaga deydiganlar bor. Chunki bizani organlarimiz detoks vazifasini, agar har bir organingiz gapirsa, jinni bo'lib qolishimiz mumkin. Masalan, jigaringiz gapiryapti, nimalar yeyapsan yoki kisheshniklaringiz gapiryapti. Gapiradi, kasallik ko'rishni gapiryapti bizda. Har bitta organ buni gapiradi. anglamaymiz-ku, просто insonlar buni bilmaydi-ku. Koja bizaga yordamga kelyapti, detoks qilib beryapti. Shu ichidagi musorlarni detoks qilib beryapti. Tashqariga chiqarib beryapti. Tashqariga qayergadir chiqarish kerak-ku. To'g'ri. Bitta xonaga bu musorlarni qamasangiz ham, ochsangiz nima bo'ladi? Sasib ketadi. Hammasi joy qidiradi bular ham to'kilish uchun. To'g'ri. O'shaning uchun pitaniya birinchi o'rinda, uyqu birinchi o'rinda. Sizni 80% kasalliklardan tuzatadigan narsa bu pitaniya va uyqu hisoblanadi. Soat 10 da bolalar 9 da uxlagan bo'lishi, yosh kattalar 10 da uxlagan bo'lishi, bepushtliklar kamayadi. Juda ham to'g'ri hayot tarziga kirish bo'ladi. Oldingi paytda 90-yillarda bu shunaqa bo'lib kelgan. Biz ham shunaqa muhitda o'sib kelganmiz. Chunki 9 da o'sha hamma uxlaydi. Ertalab hamma bemalol turardi. Asabiylashish kamroq edi, yeb ichadigan narsalar kamroq bo'lgan. Har xil shirinliklarga muhtoj bu faqat prazdniklarda yegan bo'lishimiz mumkin. Hozir juda ham ko'p xohlagan paytingiz to'rt o'zi aslida o'sha payt to'g'ri bo'lgan ekan biza paytda. Hozir xohlagan paytingiz kirib bulочка yeyishingiz mumkin, tortlar yeyishingiz mumkin, gazirovkalar, даже mandarinlar oldin po праздникам yeyilardi, mandarin deb. Hozir mandarin desak bizda yangi yil esga kelardi. Bu hozir yil 12 oy. Chunki DAO fermentini bizani ingichka ichagimizda ishlab chiqariladigan DAO fermenti bor, ko'plar bunga ahamiyat bermaydi. Allergiyaga ko'proq hozirgi mana shu именно biz gaplashayotgan kasalliklar bo'yicha DAO fermenti ishlab chiqarilishi past bizada. O'shaning uchun bizada immunoglobulin E oshib ketaveradi. Allergiyaga javob beradigan gormon. Bu oshib ketaveradi, chunki bu fermentni kisheshnik parchalay olmaydi. O'shani oqibatida. Buni ham preparatlari chiqqan, hozirgi kunda juda ham ko'p, lekin bu bilan ichki organlar orqali analiz qilib, tahlil qilib, kerakli paytda kerakli insonga buyuriladi. Bizda yana bir narsa bor. Vrachlarga borishadi
vrachlarni o'zida mana qayta borishadi-ku. Men ham borganman, 5 yil bu kam srok emas bolam uchun. To'g'ri, shu bahona biza Oqtoshda ham yurardik. Oqtoshga постоянно borardik. Endi bu 5 yil davomida kasallik uchun borgan boshqa. Mazza yo'q bo'lganda, bolam tuzalib ketsin deb kuzda ham borardik, yozda ham borardik. Sezon o'sha o'tardi. 2 oyda bitta, lekin rezultat bo'lmagan. Buni ketidan biz chet elga ham chiqardi, chunki doktorlar aytishardi bizga, dengizga borib ko'ring, o'ta tuzli suvda cho'milsin, chunki bolamga narsalar ham toshardi. Sipla bo'lib ketardi. Uni biz tushunmasdik. Hattoki mana immunoglobulin dvosiz IgG gormonni har doim toza chiqardi. 500 ga yaqin, 500 mi nimaga topshirganmiz biz. Spis bergan. Da, bu uni bilasizmi, qonlab tashagan hamma. Bitta kunjutga allergiya chiqqan. Faqatgina kunjutni bolangizga bermang deganda, men aytaman, men kunjut nimaligini bilmayman deyapman. Ko'rasiz, bola qayerdan biladi? Bola kunjut yemaydi. O'shanda analiz javoblarida kunjutga allergiya chiqargan. 500 ta sanoqli ichida. Bolamda sog'lom deganman. Lekin bu bilan zateklitsa qilmaylar deyman-da. Vrachchi inkor qilmasdan turib, faqatgina ruhiyat emas, parallelni qayta buni aytishdan bizni charchashimiz kerak emas. Bu narsani singitib olish kerak. Hattoki Ibn Sino ham aytib ketgan ekanlar, tanani davolayapsanmi? Albatta ruhiyatni qo'shgin. Sen ruhiyatni qo'shmasanglar, vrachlarga tegishli sizlarga o'rgatilgandir. O'sha payt institut paytda ham bizga mana hozirgi institutda ham aytishadi, ruhiyat plus tana. Endi yana qaytib rastga keladigan bo'lsa, rastda psixologiyada qanaqa, bizani yo'nalishimizda qanaqa? Yana o'sha ona bilan bog'liq. Rastlar bilan ishlaganimda, mana kechaginda ham keldi, bolam gapirmaydi. Iman bolasi orqali onani tanasiga kiryapman. Onani ko'rsangiz, ona uspeshniy. Ona ishlaydi, turmush o'rtog'i bor, mashinasi bor, qaysidir ma'noda pul ham topadi. Lekin nimaga bolasi ras? U ayol ichki holat, ichki emotsiyalari. Menga turmush 20 yillik turmushim yoqmaydi. Chidab yashayapman deyapti. O'zi kriteriyalarga asosan turmushga chiqqan bo'lmasam, qanchalik bu narsa ham bog'liqda, bu yerda nima qilish kerak? To'g'ri, kimgadir borib aytish shart emas, menga turmush o'rtog'im yoqmayapti. Ko'm bo'lgan. Chunki boshqa variant ham yo'q. Kriteriyalarga to'g'ri keladi. Qaynona bilan ham qaysidir ma'noda yomon emas tashqaridan qaraganda. Lekin o'ziga tan olmaydi. O'ziga gapirmaydi. Har bitta inson o'zi bilan o'zi gaplashadigan o'sha payt keldi. O'zi odam o'zi bilan gaplashib, eng qiyini o'ziga tan olish. Menga turmushim yoqmaydi deb tan olishi o'zida это emotsiyani проживает. Teli og'rishni boshlaydi. Men buni gapira olmayman, kimga gapiray deydi. Keladi, menga ham gapira olmaydi. O'ziga og'zini chiqarib tan olmayapti. Bola nima qilsin? Raslida shunaqa momentalniy rezultatlar bo'ladi. Men o'zim aytaman. Vrach shunday holat. Katta ehtimol bilan 99.9 gap bolang gapiradi deyman. Bundan men qo'rqmayman, chunki rezultatni ham ko'ryapman. Qanchalik onani holati bolalarga muhim. Bolalarni qiynamanglar. Bolalar gapirmayaptimi, yugurib kelinglar deyman. Parallelni bola bilan, parallelni o'zinglar bilan. Yana bitta keyingi kasallik buni ketidan mana gapirilmaganlik, bu ketidan bosim, напряжение hissi bor. Buni bola qaysi ko'rinishda ko'rsatadi? Qo'rquvni, mana hamma trendga chiqqan mavzu qo'rquv. Ko'pchilik qo'rquvim bor deydi. Ishoning, bilmaydi nima qo'rquv borligini. Prosta biladi, qo'rquvim bor. Nimadan qo'rqasan? Bilmayman. Qo'rquvi nimaligini ham bilmaydi. Lekin tela gapiryapti. Bolasi enures. Bola 8 yosh enures, bola 4 yosh enures, bola 4 yoshida enuresligini bolani kichkinaligiga yoyishyapti. Hali kichkina, hali o'rganib ketadi. To'g'ri, bola o'rganib ketadi deyman. Agar sen uni garshokka o'tkazgan o'rgatdingmi deyman. Bolani garshokka o'tkazishni o'rgatgan bo'lsang, nam bola kechqurun sip qo'yaptimi, yotganda sip qo'yaptimi, nimadir ishlamayapti. Birinchi navbatda vrach. Vrachga olib borish kerak. Balki shamollagandir. Bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Srazu bu yoqda emas, no katta ehtimol bilan birinchi vrach. Qani vrachga borgin. Plus o'zingda nima bo'lyapti? O'zing nimalarni kechib yasholmayapsan? Nima qaysi hayotingda kechimmalar bo'lyapti? Ruhiyatda, oilada, emotsional holating, stresslar. O'zi sizlar mana как vrachlar aytasizlar, stress oqibati ravno kasallik. Isan xursand bo'l. Hamma aytadi, voy qanaqasiga.
Mana siz как vrach sifatida enurezga nima deb baho berasiz? To'g'ri, enurez ham ko'p. 12 yoshli bola ham bor. Priyomda 14 yoshli bor, 17 yoshli bolalar bor. Tog'asida bo'lgan. Chunki onani yuvormaydi. Qaynanasi yuvormasligi mumkin, eri yuvormasligi mumkin. Nima qilasan, soppa-sog' deb. Yuvormaydi, lekin bu psixosomatikadan keyin men ularga shunaqa savol beradigan bo'ldim. Onasi kelib o'tirganda, chunki agressiyada yurgan onalar ko'p. Buni уже biza ham как vrachlar уже hamma kelayotgan patsientlarni yuzidan bilib olasiz. Kim agressiyada, kim siz rostdan kutib kelyapti priyomini, shuncha kunlab, shuncha oylab kutganiga arziydigan darajada, kim prosta kelyapti, qani bu nima derkin, endi bu vrach deb. Oxirgi 12 yoshli ko'rgan bolamda o'ziga shunaqangi неприятный bo'ladi shu enurez, chunki bularga miya signal bormaydi. Что bu xohlayapti kechasi turib borish kerakligini. Bu bilmaydi. Onasi turadi, ertalabga yaqin ko'radi, yana bo'lgan shu holat kechasi bilan bola bilmagan, yotibdi. O'sha holatda keyin onasi bunga nina tiqadi. Har safar mana shunaqa. Bolani ko'zlarini tegi qorayib ketgan. Bola shunchalik onasi bolani tan olgisi kelmaydi. Ozgina ular bilan psixosomatikada gaplashganimiz bo'yicha bolani o'zini yaqin shu eri tomonidan bir kishiga o'xshataveradi. Chunki u bilan konflikt bo'lganligi tufayli. Hammaga borib ko'rdim nevropatologlarga deydi. Men nevrolog emasman deyman, lekin ichki holat bilan, ichki kisheshnik bilan ozgina miyaga yordam berishimiz kerak degan maqsadda men unga retsept berganman. O'shatda o'zida shu ona 4 soat oilaviy kelishgan. Bular menga turmush o'rtoqlari, yana 3 ta farzandi, o'zi hali bola endi juda ham qattiq onasidan qo'rqadi. Bu 3 ta bolasi o'tirganda, ovqat yeb o'tirganda ham bu bola уже katta normalniy yeyapti ovqatni. Kichkinalari nabarot to'kyapti, boshqa narsa qilyapti, turib kelyapti, lekin buni urishadi. Chunki o'sha agressiyani bunda ko'raveradi. Alamini bundan oladi. Bo'ladi. Parkda yursa ham shu, qayergadir mehmonga borsa ham shu holatda. O'shani tan olib, ona shunchalik yig'ladiki, bir 4 soat meni vaqtimni oldi o'sha kuni. Oxirida turmush o'rtog'i ketayotganda rahmat sizga yuzi ochildi deb ham ketdilar. Обязательно psixoterapevtga boring. Psixosomatika konsultatsiya oling. Siz yoqtirgan, siz xohlagan spetsialistingizdan deyman men har doim. Vrachchi ham yoqtirib borishingiz kerak. Psixolog ham, psixoterapevt ham, lejbi menga yordam berishi uchun deb bormang. Unda retseptlar ishlamaydi. To'ppa-to'g'ri. Hozirgi aytayotganimizdek, ruhiyat, tana bu bitta kompleks. Например, siz o'zingizga yoqmagan kiyimni kiymaysiz, yoqmagan ovqatni yemaysiz, nima yoqmagan spetsialistga borishingiz kerak. Kimdir sizga tavsiya qilgan bo'lsa ham o'rganib chiqing. Albatta. 2 kundan keyin 2 kundan beri enurez bo'lmadi deb yozib yuborgan onasi. Chunki onasi shunchalik shu bolani tan olmay, mana endi o'ziga ongiga yetib borganligi uchun qo'yib yuborganda ona. Qo'yib yuboryapti. Agressiyani yana kerak ozgina ishlash bular bilan. No, agressiyani o'sha kuni уже tanam bo'shashib, qaltirab qoldim deyapti. Yarim soat koridorda o'tirib keling dedim men, o'tirib kelgandan. Shunaqa hamma yog'im bo'shashdi, men как будто 10 kilo ves tashaganga o'xshadim deyapti. Chunki o'tirganim mashinada o'tirdi, menga qarab. Men bola bilan gaplashyapman, kimdan qo'rqasan, sen qo'lini mashina qilib ko'rsatyapti onasini. Даже bulardan deya olmayapti. Qo'rqqanidan onasidan. Onasi shundoq qarab o'tiribdi. Siz men bilan urushga kelganmisiz yo konsultatsiya olishga kelganmisiz dedi. Yo'q, men bilan nimaga urushaman deyapti. O'zi urushgisi kelib ketyapti, bir narsalar divorgisi kelib ketyapti-da, baribir onani. Turmush o'rtoq u yoqda o'tiribdi, ensasi qotib o'tiribdi ayolidan. Уже bu uydagi muhiti hisobiga. Bunaqada kerak bular uchun psixolog, psixoterapevt, psixosomatikaga borsin. Chunki bular o'sha psixosomatika bilan bog'lab qo'yib bo'lgan kasallikni chaqirib. Meni tajribamda ham bitta shunaqa bo'lgan. Enurez 19 yoshli qizni olib kelishgan. Turmushga berishimiz kerak. Bu tug'ma. Shu yoshgacha shu holatda olib bormagan tabibimiz qolmadi, olib bormagan joyimiz qolmadi. Lekin farqi yo'q mana shu holatda.
bitta o'zi kirmagan. U qiz 19 yoshda ham mustaqil emas. Onasi o'tiribdi, xolasi o'tiribdi, ya'ni kenesi o'tiribdi. Men har doim chetdagidan chiqarib yuboraman. O'zi qiz mana shu напряжённый o'tiribdi. Unga mumkin emas bunday расслабиться qilib o'tirish ham mumkin. O'tiribdi, ona bezotalanib ketyapti, uni chiqarib yuborayotganimga. Tasavvur qilsa, ona. Keyin chiqarib yubordim, chunki men qiz bilan ishlamoqchiman. Enores kimda? Bunda. Sizda bo'lsa siz bilan gaplashaman. Bundami, demak bu bilan gaplashaman, chiqarib yuborganman. O'shanda gaplashyapman. O'shani o'zida men tanaga ruxsat beryapman. Расслабиться qilishga. Bo'shashni o'tir, bo'shash bunda расслабиться qilib o'tir, расслабиться qilgin tana xohlasa ham bo'lmaydi. Bu 19 yillik напряжение. Endi ichki holat bilan ishlayapman. Podsoznaniyaga tushganimda kichkinaligidan beri bu qiz bola onani ongida, onani tasavvurida qiz bola siyrak bo'lish kerak ekan. Tetik bo'lish kerak ekan. Kichkinaligidan siyib qo'ysa, ona har doim borib chimchalar ekan. Shonasi 19 yoshgacha chimchalar ekan. Har kun uyqusidan oldin bugun siyrak uxlagin. Siyrak uxla, kontrol qilgin deb. Aytadi, shunaqa kontrol qilamanki, yoshim 19 da deydi. Siyib qo'ymasligi uchun uxlamayman deydi. Kechasi bilan. Lekin uxlayman deydi. Ana o'sha uxlaganimda siyib qo'yaman deydi. 19 yillik напряжениеda Kechasi bilan расслабиться. Men qilib qo'yaman shu ishimni agar men bunaqa напряжениеda o'tirsam. Kechasi komfortni. Da, kechasi tanimda расслабиться qilganda organizm nima qiladi deyman. Bo'shashib. Keyin men terapiya jarayonida ko'ryapman, siz aytasiz, mana nina tiqqan deb. Unga ham bir necha marta nina tiqqan. U qizni miyasida siyrak bo'lgan, terak bo'lgan, tetik bo'lgan, tetik bo'lgan, tetik bo'lgan. Shu darajada bosim onamni yomon ko'raman deyapti. Bitta terapiya qildik, ketdi. Shu qiz boshqa kelmadi, qaytib kelmadi. Faqatgina yozib yuborishdi. Улучшение bor. Men uni agressiyasi bilan, onasi bilan ishlab berdim. Shunaqa terapiyalar bor. Напряжениeni tanadan olib tashladim. O'zi mana terapiya jarayonida aytadi, "Unda bo'shashdi-da. Hozir nimani his qilding desam, birinchi marta mana o'tirib nafas olayotganimni his qildim" dedi. Hattoki nafasimni ham kontrol qilardim dedi. Chunki onam terak bo'lgan, tetik bo'lgan, tetik bo'lgan. Endi hozir mana uzatish kerak. Uzatadigan paytda onani esiga tushib qoldi. Ertaga uzatsam, kuyovni oldida qanaqa degan odam bo'laman. Hattoki dorilar yordam bermayapti. Qanchalik odamlarni, insonlarni hayotiga onalarni o'zi bolasini mana shu holatga olib kelib qo'yayotgani. Afsuski. Afsuski shunaqa. Endi bu yerda yana nima chiqib keldi? Agressiya. Agressiya o'sini uni tegida qaynisi. Bitta hovlida turadi. Uni qizi bor va buni qizi bor. Uni qizi bilan o'zini qizini solishtiradi. O'ta kuchli. Meni qizim unikidan zo'r bo'lish kerak. Solishtiruv oqibatida siyrak bo'lgan, tetik bo'lgan, unikidan zo'r bo'lgan deb bolani mana shu holatga olib kelib qo'ygan. Magazinga ham chiqmaydi. Hattoki 9-sinfni bitirib o'tkazib qo'yishgan. Chunki zo'r bo'lish kerak. Haqiqatda ko'rsangiz, u qizni ho'g'irchodek qiz. Lekin bu yog'ida rezultat gapirib turibdi selada. Endi sizlarga yana bir narsani aytib ketishim kerak. Kasallikni davolayapmiz. Vrachga borib, ruhiyatni davolayapmiz. Kasallikni davolab turib, ruhiyati bilan to'g'rilanib turib, vaqtida uxlamasa, to'g'ri ovqatiga, ratsioniga e'tibor bermasa, keyinchalik mana tuzalib bo'lishadi-ku buni pitaniya orqali. Keyinchalik bu narsani polni me'yorga o'tkazmasa, men aytaman rezultat yana nolga teng deyman. Chunki bizlar psixoterapevtlar ularni ruhiyati bilan, ya'ni o'sha stressi bilan ishlaymiz. Men stressini yechib beraman, xotirjamligi tanani o'sha paytda olib kelib beraman, faqat muammolari bo'yicha. Lekin tana faqat stressi, muammolardan olmaydi deyman, uyqudan ham oladi deyman. Uyqu bir kun uxlamadik, bizda ham bo'ladi shunaqa holatlar. Bir kun uxlamaymiz, 2 kun uxlamaymiz, 3 kun. Lekin oylab, yillab uxlamaydiganlar qancha? To'g'ri. Pitaniyasiga kechqurun ishlaydiganlar bor. Keyin mana shu bitta savol bersam sizga, kun bilan tunni almashtirib qo'yadiganlar bor, almashtirib qo'yganlar bor. Men uxladim-ku 8 soat deydi. Men ularga tushuntiraman. O'zimni sohamdan kelib chiqib, endi ularga tushuntirish mendan sal qiyinroq bo'lsa kerak. Kechqurun uyqu gormoni kechqurun ishlab chiqariladi deyman. Kechqurun uxlash kerak. Kechqurun nima uchun berilgan? Ular nima qiladi? Kechqurun ishlab chiqadi, ishlarni qiladi. Ertalab uxlaydi obedgacha. Turib, kallani pishirib, yana kechqurun ishga ketadi. Tanani aldab bo'ladimi deyman. Tabiat qonunlari bor-da. Bular nima qilish kerak mana hozir?
Bunda birinchi navbatda siz qaysi spesialistga murojaat qilib borsangiz ham, bizga berilgan har bir organni o'zi shundoqligicha saqlab qolishimiz kerak. Sirkadniy ritm bor. Har bir organni o'zini ishlash soati bo'ladi. Kechqurun hozir aytganingizdek uyqu gormoni melatonin ishlab chiqarilishi boshlaydi soat 22:00 dan. Soat kechasi 2 gacha. Buni orasida kechqurungi 11 da yurak o'zini faoliyatini ishlashni boshlaydi. Soat kechasi 1 da bizani o'tqopimiz jigar bilan birgalikda hamma yeb ichgan butun kun davomidagi hamma musorlarni yig'ganlarimizni filtratsiya qiladi, oshqozonga polni olib borib tayyor qilib beradi. Qani shu inson ertalab turib issiqroq suv ichib chiqarsa. Biz bir xillarda suv ichamiz yoki ichmaymiz. Hozir endi bu ham juda ham ko'p reklamalarda tushuntirish ishlari olib borilayotganda ko'pchilik ichyapti buni. Lekin bir xilla kofe ichib ketadi. Yana bu qaytib o'sha zastoy jilchiga borib yig'ilaveradi. Chunki bu kunduz kuni siz naprejeniyada yurib ishlagan paytlaringizda bu organlarimiz bizani dam oladi. Bizani telamiz yuraveradi. Necha soatgacha ishlasangiz ham kechqurungi ishlash bu sizga 100% kasallik chaqiradi. Hamma kasallikni kechasi uxlamaslik olib keladi. Normada uxlash, normada ovqatlanish, 3 mahal perikuslarsiz perikuslarni olib tashlang. U yoqda bu yoqda yeb yurishlar, ovqat yemayman, например, ozmoqchiman, deydi, pechenka yeb oldim deydi, ovqat yemaydi. Oqsil kletchatka qatdan kiradi organlarga. Qatdan bizani hamma organimiz normada ishlaydi. Qatdan miyaga yog' boradi, kislorod boradi, gemoglobin oshadi. Hamma ferritinini ko'tarishga o'tib hozir yeb ichayotgan narsasini kontrol qilmaydi. Birinchi o'rinda kosmetologga borsa ham sizga ukol qilib qo'ydi, mezoterapiya, botokslari necha oyga yetadi, например, 1-2 oy, 3 oy maksimum yetishi mumkin. Siz yana uni uxotini qilmasangiz, uyda даже o'sha vrach, kosmetolog bo'lsa, sizga to'g'ri направление beradi. Maskalaringizni qiling, ertalabga, kechqurunga degan. Bizda ham xuddi agar retsept yaxshi ishlamoqchi bo'lsa deyman, men sizga 20% yordam beraman. Siz menga 80%. Men sizni uyingizda kontrol qila olmayman. Dorini ichirdingizmi, ichdingizmi, ovqatingizni yedingizmi, vaqtida suv ichdingizmi, pitaniya qanaqa bo'ldi, bugun mayli, bugun yeb oldim, ertadan boshlayman. Bir hafta qilasiz, ikkinchi hafta qilmaysiz. Unda hech qaysi retseptlar, hech qaysi psixolog, psixosomatika, psixoterapevt hech kim yordam bera olmaydi. Buning uchun anglash kerak. Birinchi o'rinda. Anglab qilsa yutadi. Hamma narsani yechimini topish mumkin. Sog'lom bo'lish qiyin emas, faqat to'g'ri sog'lom bo'lish qiyin. Bu hammasi bizani o'zimizga bog'liq. Da. Bu bilan qisqa qilib aytganda, men psixoterapevt yordam beraman. Albatta xohlasa, vrachlar yordam beradi. Agar xohlasa. Lekin vaqtida uxlamasa, pitaniyaga qaramasa, ovqatlanishiga, uyqusiga o'zini kontrol qila olmasa, bizdan volshebniy qanaqadir rezultat kutmaylar. Bu sizlarga bog'liq. Biz chunki sizlardan keyin ham qancha patsient ko'ramiz, qabul qilamiz, sizlardan oldin ham aytilgan narsani vaqtida bajarish shart. Rezultat bularning harakatiga bog'liq. 100% birinchi o'rinda. Tez rezultatga chiqmoqchi bo'lsa, bu birinchi o'rinda. Da, uyquda vaqtida uxlash. Shu yerda yana bitta savol berib ketdik, auditoriyaga foydali bo'lish uchun o'zimdan kelib chiqib aytaman. Vaqtida uxlamaydigan paytlarim juda ham ko'p bo'ladi, lekin energichniman. Bizga bir paytlar o'rgatishgan 4 soat liderlarga yetarli. Qaysidir ma'noda yetarli, lekin meni ham tanam charchab qoladi. O'zimni ishchilarim ham aytishadi, uxlang, charchab qoladi tana deyshadi. Uxlatib ham qo'yadigan payti bor. Vobshe o'sha kuni ish olishmaydi menga. Uxlashim uchun, chunki tana baribir o'zinikini ko'rsatib beradi. Shunaqa paytda qanaqadir qo'shimcha batla ichsa bo'ladimi? Mana men o'zimni nimamdan kelib chiqib, balki bu auditoriyaga ham qiziqdir. Men vaqtida uxlamayman. Bilaman uxlashim kerakligini. Uxlayman, mana bolalarim uxlataman, keyin o'tirib darslarim bor, qilishim kerak. Nima preparat qo'shimcha ichsam bo'ladi? Hozir bizning auditoriya har xil yoshdagilar kuzatishi mumkin-da. Doza degan narsa bor.
magniy glitsinat ichish mumkin, lekin dozasi faqatgina vrach Individualni. tomonidan konsultatsiya vaqtida buyuriladi, rekomendatsiya qilinadi. Hozir chunki preparatlarni aytsak, biza undan bundan ko'rib ichadiganlar ko'payib Da. ketgan, nabarot bizaga ko'proq asorat bilan kelishadi. Da. O'zi bizaga murojaatlar hammasi asorat. Oldini olish yo'q. Kasallik keyingi kasalliklarni chaqirish bilan asoratlar ko'payib To'g'ri. ketgan. Hech kim meni ham oldimga oldindan Vrachlardan kelmaydi. qo'rqmanglar, ular ham xuddi sizlardagi insonlar, faqat oq xalatimiz bor. Da, yechimlar bor. Mani o'zimdan ham mana oldin psixologdan hamma qo'rqardi. Psixoterapevtdan qo'rqishardi. Noto'g'ri yo'naltiradi. Noto'g'ri yo'naltiradi. Umuman jinnilar boradi debdi. Bormayman, uyat deb ham hisoblashgan bizani, hattoki ignor. Manda hammasi yaxshi. Hozir men kuzatyapman, o'zimni shaxsiy psixoterapevtim bor deb уже faxr hissiga uyg'otishyapti. Meni shaxsiy psixologim bor. Men bu bilan ishlayman, men bu bilan ishlayman. Odamlar уже faxrlanishni boshladi. Men o'ylaymanki, har bitta insonni o'zini vrachi bo'lish kerak. Chunki vrachga bir marta borilmaydi-ku. Постоянно boradigan vrachi bo'lsa, qani mazza emasmi deyman. Tana, birinchi o'rinda tana, keyin ruhiyat, keyin boshqasi bo'ladi. Chunki kasal bo'lib tursangiz, ne to что eringizga yoqmaysiz, bolalaringizga yoqmaysiz. Odam o'ziga yoqmas ekan kasal bo'lsa, men o'zimni ham bilaman-da, kasal bo'lib qolsam, shamollab qolsam, misol uchun nimadir og'rib qolsa, meni ham bir paytlar bezovta bo'lsam, bo'lgan paytda o'zimga yoqmasdim. Конечно, men hech kimga yoqmayman. Odam o'ziga o'zi yoqish uchun birinchi navbatda tanani ustida ishlaydi, kasalliklarning ustida, kasallikdan qo'rqmanglar. Tezda uni уже vrachlar bilan ishlanglar va ruhiyat, xursand bo'linglar, ichki holatinglarni shunday ovatda oyna qilib ko'rsatib beryapti. Haqqadir siz aytgandek chiqarib berish kerak u ham. Nimadir qilish kerak-ku yoki o'tirasizlar siqilib, bola baribir gapiradi. Kimdir gapiradi bu narsani. Shunaqa biza gapirsak ayollar baribir ko'p gapiradi. Gapiradigan gaplarimiz ko'p. Bugungi podkastimiz menimcha foydali bo'ladi degan umiddaman. Qayta ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Va kommentariyada o'zingizlarni tushunganinglarni yozinglar. Nima tushundinglar, nima foydali bo'ldi sizlarga. Avvalambor rahmat. Nodira yo'q demaganingiz uchun. Ayollarga qaysidir bir ma'noda yordam berishga hissa qo'shayotganimiz uchun birgalikda. Bu podkastlardan maqsad nima? Pulim yo'q. Nima qilaman? Nima bor? deganlar uchun. Umuman vrach kimga kerak, preventiv vrach, psixoterapevt kimga kerak va bu insonlarga sizga nima beradi? Mana shu podkastda hammasiga javob olasiz. Rahmat. Sog' bo'ling, rahmat sizlarga ham taklifingiz uchun. Defitsitlar bilan ko'proq ishlashinglarni tavsiya qilgan bo'lardim.